Zakot kitobiga yetgan ekanmiz. 1553-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan aytadilar: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot etganlarida va u kishidan keyin Abu Bakr xalifa qilinganlarida va arablardan kofir bo'lgan kishilar kofir bo'lganda Umar ibn Xattob Abu Bakrga aytdilar: "Qanday qilib odamlarga urush qilasiz?" Va holanki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgandilar-ku: "Men odamlarga la ilaha illalloh degunlariga qadar urush qilishga buyurildim. Kim shuni aytsa, mendan molini ham, jonini ham saqlabdi, magar uning haqqi undan mustasno va uning hisobi esa Alloh azza va jallaga" deganlar-ku. Shunda Abu Bakr aytdilarki: "Vallohi, namoz bilan zakotning o'rtasini ajratganga men urush qilaman. Zakot chunki molning haqqi. Vallohi, agar mendan ular bir arqonni man qilsalar ham, Rasulullohga uni berib yurgan bo'lsalar, mendan shuni man qilsalar, albatta men ularga shuni man qilganligiga urush qilaman" dedilar. Umar ibn Xattob aytadilar: "Allohga qasamki, men Alloh azza va jalla Abu Bakrning ko'nglini urushga ochganini ko'rganim zahoti bildimki, bu narsa haq." Babu ma tajibu fihi zakat. Zakot nimada vojibligi. 1555-hadis. Abu Sa'id al-Khudri aytadilar: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "5 ta tuyadan kamida sadaqat yo'q. 5 uqiyadan kamida sadaqat yo'q va 5 vasaqdan kamida sadaqat yo'q" dedilar. Ikkinchi bob: Babul uruz idza kanat litijarati hal fiha min zakat. Tovarlar agar tijorat uchun bo'lsa, unda zakot bormi? 1559-hadis. Samratun Jundub aytadilar: "Ammo ba'd" dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga buyurardilar, bay uchun tayyorlab qo'ygan narsalarimizdan sadaqatni chiqarishimizni. Uchinchi bob: Babul kanzi ma huwa va zakatil huliyi. Xazina nima u va taqinchoqlar zakoti haqida. 1560-hadis. Amr ibn Shoyib otasidan, bobosidan rivoyat qiladi. Bir xotin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilariga keldi. U xotinning qizi bor edi oldida. Qizining qo'lida tilladan bo'lgan qalin ikkita bilaguzuk bor edi. Ikkita qo'lida. Shunda unga Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar: "Sen buning zakotini berasanmi?" "Yo'q" dedi ayol. Shunda Rasululloh aytgan ekanlar: "Endi seni quvontiradimi? Alloh o'sha ikkisi evaziga qiyomat kunida do'zaxdan 2 bilaguzuk senga taqishligi." Shunda haligi ayol uni yechib otgan ekan Nabiy sallallohu alayhi vasallamga va aytgan ekanki, "Bular Allohniki va Rasuliniki" degan. 1561-hadis. Ummu Salama aytadilar: "Men tilladan iborat avdoh taqardim. Shunda aytdim: 'Ya Rasululloh, bu xazinami?' Rasululloh aytdilarki: 'Nimaiki zakoti ado qilinish miqdoriga yetsa-da, zakoti berilsa, u xazina emas" dedilar. 1563-hadis. Shaddod ibn al-Hot aytadilar: "Biz Oysha zavji Nabiy sallallohu alayhi vasallamni oldilariga kirdik. Shunda u kishi aytdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni oldimga kirdilarda, mening qo'limda kumushdan iborat katta-katta uzuklar shuni ko'rdilar. Keyin aytdilar: 'Ma hada ya Aisha? Bu nima edi ey Oysha?' Men aytdim: 'Ularni men o'zim qildim, sizga u bilan ziynatlanyapman ya Rasululloh.' Rasululloh aytdilarki: 'Ularning zakotini ado qilasanmi?' Men yo'q dedim. Yoki Alloh xohlagan gapni aytdim. Shunda Rasululloh aytdilarki: 'Bu do'zaxdan senga kifoyadir" dedilar. Babun fi zakati saima. Soimaning zakoti haqida. 1564-hadis. Hammod aytadi: "Men Sumama ibn Abdulloh ibn Anasdan bir maktub oldim. Aytishicha, Abu Bakr uni Anasga yozib bergan ekan. U maktubda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muhri bor. Abu Bakr uni Anasni zakot yig'uvchi qilib jo'natgan. Aytilgan ekan: mana bu sadaqat, ya'ni zakot farzidir. Uni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam musulmonlarga farz qilganlar. Alloh azza va jalla uni nabiyiga buyurgan sallallohu alayhi vasallamga. Kimdanki mana shu so'ralinsa, qaysiki musulmon kishidan shu maktubdagi ko'rinishda so'ralinsa, uni bersin. Agar undan oshig'i undan so'ralinsa, uni bermasin. 25 tadan kamida tuyalarda qo'y beriladi. Har 5 tasida bitta qo'y. 25 taga yetgandan keyin qo'y berish yo'q. Bintu mahoz beradi deydi. Agar haligi odamda haligi 1 yoshga kirgan qiz tuyasi bo'lmasa-chi, bintu mahoz bo'lmasa, o'g'il tuya, erkak tuya beradi. U erkak tuyaki 2 yoshga to'lib 3 ga o'tgan. 36 ta tuyasi bo'lsa bir odamni. Unda bintu labun beradi endi. Xo'p, 46 taga o'tsa-chi endi hiqqo beradi. Erkak qabul qiladigan ayol tuya, u 60 tagacha. 60 bittaga yetgandan keyin jaza beryapti. 75 taga qadar. Agar 76 taga yetsa-chi, endi ikkitadan
ikkita bintul labun beryapti 90tagacha. Hop, 91 ga yetgandan keyincha ikkita hiqqo beryapti. To 120 taga qadar. Agar 120 tadan oshsa endi unda har 40 tasida bitta bintul labun, har 50 tasida hiqqo. Agar zakot farizatlarida tuyalarning yoshlari bir-biridan farqli bo'lsa, kimdaki masalan sadaqatul jaza' bo'lsa, o'sha nisobiga yetgani, unda jaza' yo'q bo'lsa, unda hiqqo bo'lsa, u undan qabul qilinaveradi. Va unga qo'shib ikkita qo'y beradi agar topilsa, yoki 20 dirham beradi. Kimdaki nisob hiqqo zakotini berishligiga yetsa, sizda endi jaza' bor ekan. Olinar ekanda sizdan musaddiq haliga zakotni olib ketuvchi soliqchi bor-ku, u sizga qaytim beradi. 20 dirham yoki ikkita qo'y. Kimdaki masalan o'sha hiqqo berishligi lozim bo'lsa zakotga, unda hiqqo yo'q bo'lsa, unda ibnatul labun bo'lsa, u undan qabul qilinaveradi. Unga qo'shib ikkita qo'y beradi yoki 20 dirham yuqorida aytilgan kabi. Va kimdaki zakot berishi bintul labun bo'lsa, undan olinaveradi. Musaddiq soliq yig'uvchi 20 dirham beradi qaytimini-da u odamga. Yoki ikkita qo'y beradi. Va kim ibnatul labun berish kerak bo'lsa, unda u topilmadi-da, unda 1 yoshlik tuya bor. Undan qabul qilinadi va ikkita qo'y olinadi qo'shimcha unga yoki 20 dirham. Va kimdaki agar bintu mahoz berish kerak bo'lsa, ya'ni 1 yoshlik tuya, u bintu mahoz topilmadi, unda ibnul labun topildi. Undan qabul qilinaveradi. Unga qo'shib hech narsa boshqa berilmaydi unga. Va kimdaki agar 4 tagina tuyasi bo'lsa, unda hech narsa vojib emas. 5 tadan boshlanadi tuyaning nisobi, ya'ni. Illo egasi xohlasa mayli. Va qo'yning zakotida esa 40 ta bo'lganda bitta qo'y beriladi to 120 taga qadar. 120 tadan oshsa agar ikkita qo'y beriladi. To 200 tagacha. 200 dan oshsa endi 3 ta qo'y to 300 taga yetgunga qadar. 300 tadan ham oshsa har 100 taga bitta qo'y berilaveradi. Va zakotda harima keksasi olinmaydi. Va qo'yichkilardan zat avar degani ayblisi va erkak qo'ylarning erkagiga yoki ichkilar erkagiga olinmaydi. Illo musaddiq xohlasa mayli. Sadaqadan qo'rqib, tarqoq narsaning o'rtasi jamlanmaydi, jamlanganning o'rtasi tarqatilmaydi. Agar kishining boqayotgan qo'ylari 40 taga yetmasa, unda hech narsa lozim emas. Illo egasi xohlasa mayli. Kumushda undan biridan 4dan biri. Agar mol 190 ta bo'lsa ham unda hech narsa yo'q. Illo o'sha kumushni egasi o'zi xohlasa mayli. 1565-hadis. Solim otasi Ibn Umardan rivoyat qiladilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sadaqat, ya'ni zakotning maktubini yozib berdilar. To o'zlari qabz qilinmagunga qadar uni ummollariga chiqarmadilar. Uni Rasululloh qilichlariga boylab qo'ydilar, ya'ni qilichlarning bir chekkasiga osib qo'yganlar o'sha maktubni. Keyin Abu Bakr o'shanga amal qildi to qabz qilingunga qadar. So'ngra Umar ibn Xattob bunga amal qildilar to qabz qilingunga qadar. O'sha maktubda yozilgan edi xullas, 5 ta tuyada bitta qo'y, 10 ta tuyada 2 ta qo'y, 15 ta tuyada 3 ta qo'y, 20 ta tuyada 4 ta qo'y, 25 taga yetgandan keyin endi binti mahoz birga to'lib 2 kirgan dedik, ya'ni ayol tuya. To 35 taga qadar. Agar bitta oshsa 35 tadan 36 ta bo'lgandan keyin, ya'ni endi ibnatul labun 2 yoshga kirgan ayol tuya to 45 taga qadar. Agar yana bitta oshsa 45 tadan 46 ta bo'lgandan keyin to 60 taga qadar hiqqo 3 ga kirib to'rga o'tgan tuya, ya'ni. Agar undan yana bitta oshsa 60 tadan 61 ta bo'lgandan keyin jaza to'rga kirib 5 ga o'tgan. To 75 taga qadar ayol tuya, ya'ni berilyapti. Agar endi 75 tadan bitta oshsa 76 ta bo'lgandan keyin ikkita ibn labun endi. 90 dan bitta oshgandan keyin 91 ta bo'ldimi? Hiqqo. To 120 taga qadar. Agar tuyalar bundan ham ko'p bo'lsa 120 tadan ham har 50 tasida bitta hiqqo berasiz, har 40 tasida bitta ibn labun berasiz. Qo'yda bo'lsa har 40 tada bitta qo'y 120 taga qadar. Bundan bitta oshgandan 120 ta 120 bitta bo'ldimi? Endi ikkita qo'y berasiz to 200 taga qadar. 200 dan bitta oshgandan 200 bitta bo'ldimi? Unda 3 ta qo'y berasiz endi to 300 taga qadar. Agar undan ham ko'p bo'lsa, har 100 tada bitta qo'y beraverasiz. 100 taga yetguncha unda hech narsa lozim emas. Va jamlanib turgan narsalar ajratilmaydi va ajratib turgan narsalar jamlanmaydi. Sadaqadan qo'rqib, ikki sherik o'rtasida bo'lgan narsalar teng-teng bir-biriga qaytimini beradi, tengmi qilib. Va sadaqada keksasi olinmaydi, ayblisi olinmaydi. Agar ibnatul mahoz bo'lmasa, ya'ni 1 yoshga to'lgan ayol tuya, ibn labun oladi, 2 yoshga to'lgan erkak. 1569-hadis. Ali radhiyallohu anhudan Rasululloh aytgan ekanlar: 10 dan biridan 4 dan birini beringlar. Har 40 tadan dirhamdan 1 dirham. 200 dirham bo'lgunga qadar sizga hech narsa lozim emas. Agar 200 dirham bo'lsa dedilar, 200 dirhamda 5 dirham beradi.
undan oshsa, ana shunga ko'ra hisoblayveradi 40 dan birini, ya'ni. Va qo'yda har 40 tada bitta qo'y. Agar bir odam 39 ta qo'y bo'lsa, unda hech narsa lozim emas. Deb yana yuqoridagi qo'yning zakotini tafsilotini keltirdik. Keyin molda har 30 tasida bir tabiiy beriladi. Har 40 tasida bitta musinna. Avomilda hech narsa yo'q. Tuyada deb, endi tuyani zakotini zikr qilganlar, haligi Zuhayd rivoyat kabi rivoyatni zikr qildi deb. Nabototlarda esa osmon anhorlar sug'organi yoki osmon sug'organida ushur bo'ladi. Va tashib sug'orilgan narsalar esa nisful ushur, undan biridan yarmi bo'ladi. Va yana Osim va Xorisning hadisida keladi, sadaqa har yilda Zuhayr aytadi, ya'ni bir marta. Bir yilda bir marta. Va Osimning hadisida keladi, agar tuyalarda ichida Ibn Mahoz bo'lmasa, Ibn Labun bo'lmasa, 10 dirham yoki ikkita qo'y beradi. 1570-hadis. Ali radhiyallohu anhu aytadilar, Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan bi ba'di avvali hada hadis, ana hadisning avvalidagi 200 dirhaming bo'lsa va unga 1 yil aylansa, ana unda 5 dirham lozim bo'ladi. 40 dan bir, ya'ni. Senga hech narsa yo'q, ya'ni tillada toki 20 dinor bo'lgunga qadar. Agar 20 dinor bo'lsa, unga 1 yil aylansa, unda endi yarim dinor bo'ladi. Shundan oshsa, o'shanga qarab hisoblanaveradi. Molga 1 yil aylanmaguncha zakot lozim emas. Jarir rivoyatda aytgan ekan, Ibn Vahb hadisda qo'shimcha qilgan ekan Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan, ya'ni molda zakot yo'q toki 1 yil aylangunga qadar. 1571-hadis Ali radhiyallohu anhudan, men ot va quldan kechib yubordim sizlarga. Endi sizlar kumushning sadaqasini beringlar. Har 40 dirhamdan 1 dirham. 190 da hech narsa lozim emas. Agar 200 ga yetsa, unda 5 dirham dedilar. 1572-hadis Bahz ibn Hakim otasidan bobosidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Har soima tuyaning 40 tasida bitta bintul labun beriladi. Tuyalarda ajratilmaydi hisobidan. Kim uni mu'tajir bo'lib bersa, falahu ajruha, unga ajri. Va kim uni man qilsa, biz uni olamiz, va yarim molini ham olamiz. Robbimiz azza va jallaning qat'iy buyruqlaridan bir buyruqdir bu. Ol Muhammadga undan hech narsa yo'q deganlar. 1573-hadis Muoz aytadilar, Nabiy sallallohu alayhi vasallam u kishini Yamanga jo'natganlarida u kishiga buyurgan ekanlar, molni har 30 tasidan bitta tabiiy oladi yoki tabi'a, har 40 tasidan bitta musinna oladi. Har bir ihtilom yoshiga yetgan kishidan, ihtilom bo'lgan kishidan, ya'ni dinor yoki shunga teng ma'ofir oladi. Bu Yamanda bo'ladigan kiyim. 1576-hadis Suvayd ibn G'afala aytadilar, men sayr qildim yoki Nabiy sallallohu alayhi vasallamning sadaqa yig'uvchisi bilan sayr qilgan bir kishi menga aytdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zamonida rozi ulabandan olinmagan ekan. Tarqoq narsalar o'rtasi jamlanmaydi va jamlanganlar o'rtasi tarqatilmaydi. Va suvga borar ekan, molinglar zakotini beringlar deydi. Shunda ulardan bir kishi katta urkachlik tuyani istadi. U kishi esa u urkash katta tuyani qabul qilishni unamadi. U odam esa aytadiki, men tuyalarimning yaxshisini olishingizni istayapman dedi. U esa uni qabul qilishni unamasdi. Keyin unga boshqa bir tuyani yuganidan tutib kelib berdi. Undan kichikroq edi. Uni ham qabul qilishni istamadi. So'ngra yana bir boshqa undan kichikrog'ini tutib kelib berdi. Uni qabul qildi. Va aytdiki, men uni olaman. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam menga g'azab qilishdan qo'rqaman dedi. Menga Rasululloh sen kishini borib eng yaxshi tuyasini tanlab ketibsan deyishdan qo'rqaman dedi. 1577-hadis Suvayd ibn G'afala aytadilar, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning sadaqa yig'uvchilariga keldi. Men uni qo'ldan tutdim-da, shunda uni ahdini o'qidim. Ahdi ya'ni yozilgan undagi maktubdi. Unda yozilgan ekan, tarqoqlar o'rtasi jamlanmaydi, jamlangan o'rtasi tarqatilmaydi, sadaqadan qo'rqib. 1578-hadis Hasan aytadilar, Ravh aytadiki, Muslim ibn Shoba aytgan ekan, Nofi ibn Alqama mening otamni qavmining boshlig'i qilib qo'ydi. Shunda ularga zakotlarni olib kelishni buyurdi. Keyin otam bir necha kishilar bilan meni jo'natdi. Keyin men bir yosh katta cholga keldim. Uni Si'r ibn Daysam deb atashardi. Ismi ya'ni shu cholni. Aytdimki, otam meni sizga jo'natdi sadaqotlarni olib kelishga dedim. Aytdiki u, ey jiyan, qanaqasini olasizlar dedi. Ya'ni qaysi hayvonni olasizlar? Men aytdimki, tanlaymiz. Hatto hayvonni yilini ham aniqlashtirib ko'ramiz. Keyin u aytganki, ey jiyan, men senga hozir bir hadis aytib beraman dedi. Men mana shu vodiylardan bir vodiyda ichida edim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zamonlarida qo'ylarimni boqib yurardim. 2 kishi tuyada keldi meni oldimga. Menga aytishdiki, biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sizga elchilarimiz.
qo'ylaringizni zakotini berishingiz uchun keldik deyishdi. Men aytdimki, mening zimmamda u qo'ylarda nima bor? U ikkisi aytdiki, bitta qo'y berishingiz kerak dedi. Shunda men bitta qo'yni oldim. Uni joyini bilardim o'zim, deyapti. To'la qo'ydi u. Sutga va yog'ga to'lgan, deyapti, yana qarayman. Men u ikkisiga, ya'ni hali elchilarga o'sha qo'yni chiqarib berdim. Ular aytdiki, axir bu juft qo'y-ku. Ular aytdiki, bizni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam juft hayvonni olishdan qaytarganlar, ya'ni o'sha bolasi bor hayvonni. Men aytdimki, deydilar o'sha yuqoridagi kishi. Ha, qanaqasini olasizlar unda? Ular aytdiki, bitta ichkini bolasini olamiz. Jazaa yoki saniyani. Keyin men mu'tot ichkini oldim deydi. Lekin tug'ishiga yaqin qolgandi. Shuni oldimda ularga uzatdim. Ular o'zlari bilan tuyalariga ortib ketdilar deydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilar, 3 ish borki, kim ularni qilsa, iymonning mazasini totibdi deganlar. Birinchisi, Allohga yolg'iz uning o'ziga ibodat qiladi va undan o'zga haq ma'bud yo'q deb. Va ikkinchisi, molning zakotini ko'nglidan chiqarib beradi. U o'z nafsiga har yili yordam qilib beradi va qarisini bermaydi va qo'tir bosganini bermaydi, kasalini bermaydi va molining arzimasi, pastkashi, sut bermaydiganini bermaydi. Lekin molinglarda o'rtachasidan berasizlar. Alloh sizlardan uni yaxshisini so'ramadi va sizlarga uni yomonini buyurmadi deganlar. 1580-hadis. Ubay ibn Ka'b aytadilar, meni Nabiy sallallohu alayhi vasallam musaddiq qilib jo'natdilar. Musaddiq ya'ni zakotlarni terib keluvchi, soliqchi. Men bir kishining oldidan o'tdim. Menga molini jamlagandan keyin men uning zimmasida o'sha molida faqat Ibnatul Mahoz lozimligini topdim. Men unga aytdimki, Ibnatul Mahoz bering, shu ekan sizning sadaqangiz dedim. U aytdiki, "Ha, uning suti ham yo'q, uni minib ham bo'lmaydi-ku" dedi. Lekin mana yosh katta tuya bor, semiz. Shuni oling dedi. Men aytdimki, men olmayman buyurilmagan narsamni. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizga yaqin. Istasangiz boring. Menga taklif qilgan narsangizni Rasulullohga ham taklif qiling. Agar sizdan qabul qilsa-da men keyin olaman. Agar sizga rad qilsa-da men rad qilaman degan. Men shunday qilaman dedim. Keyin men bilan chiqdilar o'sha kishi. Tuyasini ham olib chiqdi deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga keldi. Aytdiki, "Ya Nabiyulloh, mana elchingiz meni oldimga keldi." Ya'ni o'sha Ubay ibn Ka'b. Mendan molimning zakotini olmoqchi bo'ldi. Allohga qasam, mening molim ichida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham, u kishining elchisi ham bundan oldin hech turmagandi. Shunga men u uchun molimni jamladim. U aytayaptiki, menga faqat Ibnatul Mahoz lozim emish. U Ibnatul Mahozi suti ham yo'q bo'lsa, minib ham bo'lmasa uni. Men shuning uchun unga yoshgina, kattagina tuyani olishini taklif qilyapman dedi. U bo'lsa menga unamay turib olgan. Mana tuya, sizga olib keldim ya Rasululloh, oling dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, o'sha Ibn Mahozda sening zimmangda lozimi. Endi agar sen yaxshilikni ixtiyoringdan bersang, Alloh ajringni beradi. Biz seni uni qabul qilaveramiz degan. U odam aytdiki, "Ha, mana ya Rasululloh, olavering" dedi. Men sizga olib keldim-da shuni, oling dedi. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni olishni buyurdilar va uning moliga baraka tilab duo qildilar. 1581-hadis. Ibn Abbos aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Muozni Yamanga jo'natdilar. Sen ahli kitob bo'lgan odamlarning oldiga borasan hozir. Sen birinchi bo'lib ularda Allohdan o'zga haq ma'bud yo'qligiga, men Allohning rasuli ekanligimga chaqir deganlar. Agar ular senga shunda itoat qilsa, ularga bildirginki, Alloh ularning zimmasida endi 5 mahal namozni farz qilgan. Har kun va tunda. Agar ular mana shunda senga itoat qilishsa, endi ularga bildirginki, Alloh ularga sadaqat farz qilgan mollarida ularning boylaridan olinadi, faqirlarga beriladi. Agar ular senga shunda itoat etishsa, ularning mollarining karamlilaridan saqlan dedilar. Mazlumning duosidan qo'rq deganlar, ya'ni zulm qilma. Uning duosi bilan Alloh o'rtasida hijob yo'qdir dedilar. 1582-hadis. Anas ibn Malik aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, sadaqada haddidan oshib tajovuz qiladigan kishi uni man qilgan kishi kabidir. 5-bob. Babu ridal musaddiq. Zakot yig'uvchini rozi qilishlik haqida. 1583-hadis. Bashir ibn Hassosiyya aytadilar. Biz aytdikki,
ahli sadaqat bizga tajovuz qilishyapti. Shuning uchun biz mollarimizni yashirsak bo'ladimi? Bizga tajovuz qilayotgan miqdorlaricha. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yo'q dedilar. 1585-hadis. Abdurrahmon ibn Jabir ibn Atik aytadilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Sizlarga yoqimsiz bir markablarda kelishadi. Agar ular sizlarga kelishsa, ularga marhabo deylar. Ular bilan ular istagan narsasini o'rtasini xoli qo'yinglar. Agar adolat qilishsa o'zlariga, zulm qilishsa ham o'zlarining nafslariga ziyon. Va sizlar esa ularni rozi qilinglar. Chunki zakotinglarning tamomiyligi ularni rozi qilishdir va ular sizlarga duo qilsin" dedilar. 1586-hadis. Jarir ibn Abdullah aytadilar, bir kishilar, ya'ni arobiylardan bo'lgan kishilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga kelib aytishdi: "Zakot sadaqa yig'uvchilardan bir insonlar bizga kelib bizga zulm qilyaptilar." Ya'ni o'sha masala. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Sadaqat yig'uvchilarni rozi qilinglar" dedilar. Ular yana aytishgan: "Ya Rasululloh, agar bizga zulm qilsa hammi?" Rasululloh yana aytganlar: "Sadaqat yig'uvchilarni rozi qilinglar." Babu du'a'il musaddiqi li ahli sadaqa. Sadaqat teruvchi sadaqat ahliga duo qilishi. 1587-hadis. Abdulloh ibn Abu Avfa aytadilar: "Mening otam daraxt ashablaridan edi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam oldilariga agar bir qavm sadaqatlarini olib kelishsa, ularga duo qilardilar. Allohumma solli ala ali fulan deb. Otam ham sadaqatini olib borganda, Nabiy sallallohu alayhi vasallam Allohumma solli ala ali abi Avfa deb duo qildilar." 8-bob. Babun ayna tusaddaqul amwal. Mollarning sadaqati qayerda olinadi? 1588-hadis. Amr ibn Shoyib otasidan, bobosidan rivoyat qiladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Olib keltirish yo'q, chetga chiqib ketish ham yo'q. Sadaqatlar faqat hovlilaridan olinadi" deganlar. 9-bob. Babur rajul yabta'u sadaqatahu. Kishi sadaqatini sotib olishi. 1590-hadis. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhudan. U kishi Alloh yo'lida bir otga o'tkazdilar. Keyin uni bozorda sotilayotganini topdilar. Uni sotib olishni istadilar-da, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan shu haqida so'radilar. Shunda zot aytdilar: "Uni sotib olma, sadaqangni qaytma" dedilar. 10-bob. Babu sadaqatir raqiq. Qullar sadaqasi. 1591-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Otda, qulda zakot yo'q, faqat qullarda zakotul fitr bor" dedilar. Babu sadaqati zar'a. Ekinlar sadaqati, ya'ni zakoti haqida. 1593-hadis. Solib ibn Abdullah otalari Abdulloh ibn Umardan radhiyallohu anhuma rivoyat qiladilar. O'sha aytadilar: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Samo sug'organ, anhorlar, buloqlar sug'organ yoki ba'l yerlarda ushur beriladi. Tuyalarda tashib yoki paqirlab tashlangan narsalarda nisful ushurning yarmi beriladi" dedilar. 1594-hadis. Jabir ibn Abdullah aytadilar: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Anhorlar sug'organ narsalarda va buloqlar sug'organda ushur bor. Hayvonlar bilan tashilganda, sug'orilganda ushurning yarmi bor." 1596-hadis. Muoz ibn Jabal aytadilar: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishini Yamanga jo'natganlar. Shunda aytganlarki: "Dondan donni ol, qo'ydan qo'yni ol, tuyadan tuyani ol, moldan molni ol." 12-bob. Babu zakatil asal. Asalning zakoti haqida. 1597-hadis. Amr ibn Shoyib Anabi Anjaddi rivoyat qiladi. Hilol degan kishi Banu Mut'an qabilasidan. Shu kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilariga asalarisining asalidan, ya'ni ushurini olib keldi. Va u Rasulullohdan so'ragan edi, o'ziga Salaba degan vodiyni himoya qilib berishlarini. Unga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha vodiyni himoya qilib bergandilar. Keyin Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu vali qilingach, Sufyon ibn Vahb Umar ibn Xattobga mana shu haqida so'rab maktub yozdilar. Umar keyin unga javob qaytarib yozdilar: "Agar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ado qiladigan asalarilarning ushurini senga ham ado qilsa, unga o'sha salabani himoyalab ber. Va aks holda u yomg'irning pashshasidir.
uni xohlagan kishi yeydi dedilar. 1598-hadis Amr ibn Shoyba otasidan, bobosidan Shaboba degan bir qabila, bu Fahm qabilasidan bir bo'lim. O'shalar yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga kelgan deb keyin yuqoridagi hadisga o'xshash hadis keltirildi. O'shanda har 10 bochkadan bir bochka mana asal berilishligini ularga buyurilgan. Evaziga ularga mana Roviy Sufyon ibn Abdullah Saqofiy aytayapti, ikkita vodiyni himoyalab berganlar. Sizlarniki o'sha deb yani. Ular keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ado qilgan narsalarini u kishiga ham ado qilgan, ya'ni umrlarni qilgan. Ularga keyin Umar vodiylarini himoyalab bergan, deyapti. 13-bob babun fi kharsil inab, uzumni chamalash haqida. 1600-hadis Attob ibn Asid aytadilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xuddiki xurmalar chamalangani kabi uzumni chamalanishini buyurdilar. Zakoti uni mayiz tarzida olinishini, xuddiki xurmaning zakoti xurma tamir tarzida olingani kabi. 14-bob babun fil khars, chamalash haqida. 1602-hadis Abdurrahmon Mas'ud aytadilar, Sahl ibn Abu Hasma bizning majlisimizga keldida aytdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga buyurganlar, aytganlarki, agar chamalasanglar kesinglar va 3dan birini qo'yinglar. Agar 3dan birini qo'ymasanglar yoki 3dan birini kesmasanglar, 4dan birini qo'yinglar dedilar. Babum mata yuhrasut tamru, xurmalar qachon chamalanadi? 1603-hadis Oysha radhiyallohu anha aytadilar. U kishi Xaybar haqida zikr qilar ekanlar, ya'ni Xaybar jangida bo'lgan voqealarni. O'shanda aytar ekanlarki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam Abdulloh ibn Ravahani yahudlarga jo'natardilar. U kishi borib mevalar pishganda xurmalarni chamalab kelardi. U yeyilishidan oldin degan ekanlar. 16-bob babu ma la yajuzu min ath-thamarati fi as-sadaqa. Sadaqatda mevalardan nimalar nojoizligi haqida. 1604-hadis Abu Umamah ibn Sahl otalaridan aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jo'rurdan va lawnul hubayqdan sadaqada olinishini qaytardilar. 1605-hadis Avf ibn Malik aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masjidga bizni oldimizga kirdilar. Qo'llarida aso bor edi. Bir kishi shunaqangi puch xurmani shoxasi bilan osib qo'ygandi. Ana shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aso bilan haligi xurmani shoxini bunday turtganlarda, agar mana shu sadaqaning Robbisi bundan da pokirog'ini, yaxshirog'ini sadaqa qilishni istasa qilardi deganlar. Va aytganlarki, mana bu sadaqatning Robbisi qiyomat kunida hashafa yeydi deganlar. 17-bob babu zakatil fitri, fitr zakoti haqida. 1606-hadis Ibn Abbos aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zakotul fitrni farz qildilar. Ro'za tutuvchiga lag'u va bo'lmag'ur yomon so'zlardan poklovchi qilib, miskinlarga taom qilib, kim namozdan oldin uni ado qilsa, u maqbul zakotdir. Kim namozdan keyin ado qilsa uni, u sadaqatlardan bir sadaqatdir dedilar. 18-bob babu mata tuadda, qachon ado qilinadi? 1607-hadis Ibn Umar aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga zakotul fitrni buyurdilar, odamlar namozga chiqishidan oldin ado qilinishini. 19-bob babun kam yuadda fi sadaqatil fitr, sadaqa fitrga qancha beriladi? 1608-hadis Ibn Umar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zakotul fitrni farz qildilar deganlar. 1 so xurmo yoki 1 so arpa har bir xuru qulga, erkak va ayol musulmonlardan bo'lgan kishilarga. 1611-hadis Abdulloh ibn Umar aytadilar, odamlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonlarida sadaqa fitrlarini 1 so arpa yoki xurma yoki sult yoki mayiz chiqarishardi. Roviy Abdulloh ibn Umar aytadilar, keyin Umar radhiyallohu anhu zamoni bo'lgandan keyin bug'doy ko'paygach, Umar yarim so bug'doyni o'sha yuqoridagi narsalarni 1 sosini o'rniga qo'ydilar. 1613-hadis Abu Sa'id al-Xudriy aytadilar, biz ichimizda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bo'lgan paytlarda zakotul fitrni barcha kichik va kattadan, xurdan ham, quldan ham 1 so taom yoki 1 so pishloq yoki 1 so arpa yoki 1 so xurma chiqarardik yoki 1 so mayiz. Doim shunaqa chiqarib keldik. Keyin Muaviya keldilar hajga yoki umraga.
odamlarga minbarga chiqib gapirdilar. O'sha gapirgan odamlarga aytgan so'zlarini ichida aytdilarki, men o'ylayapmanki, mana Shomning samrosidan 2 mudi bu ta'mirning 1 sosiga teng keladi, dedilar. Odamlar keyin mana shuni olib oldi. Abu Said aytadilar, ammo men modam yashar ekanman, o'shanaqa chiqaraman, avvalgidek dedilar. Babu man rawa nisfa sa'in min qamh. Bug'doydan yarim so berishlikni rivoyat qilgan kishilar. 1616-hadis. Salaba ibn Abdullah ibn Abu Suayr otalaridan rivoyat qiladilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: 1 so bug'doy yoki qamh u har 2 kishigadir. Yoshga yoki kattaga, hurga yoki qulga, erkak yoki ayolga. Ammo boylaring bo'lsa, Alloh uni poklaydi. Ammo faqirlaring bo'lsa, Alloh unga berganidan ko'p qilib qaytarib beradi, dedilar. Sulaymonning rivoyatida boylaring yoki kambag'allaringga ham degan qo'shimchasi bor ekan. 1617-hadis. Abdulloh ibn Salabat ibn Suayr aytadilar, yana otalaridan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xutbaga turdilar, sadaqa fitrga amr qildilar. 1 so tamr, ya'ni xurma yoki 1 so arpa dedilar. Har bir boshga. Alining hadisida keladi. Alidan maqsad Ali ibn Hasan, Abu Dovudning shayxi, ya'ni sahobiy Ali emas. O'sha aytgan yoki 1 so bug'doy qamh degan. U 2 kishining o'rtasida bo'ladi faqat degan. So'ngra 2 rivoyat birlashgan, ya'ni Ali ibn Hasanning rivoyati bilan Abdulloh ibn Yazidning rivoyati hadisning davomida birlashgan. Ikkalari ham aytishganki, sag'irga ham, kabirga ham, ya'ni kichkinaga ham, kattaga ham, xurga ham, qulga ham deb. 1619-hadis. Hasan aytadilar, Ibn Abbos rahimahulloh xutba qildi. Basraning minbarida Ramazonning oxirida edi. O'shanda aytganlar, bu ro'zalaring sadaqatini chiqaringlar, ya'ni zakotni fitr beringlar. Odamlar o'shani bilmaganday bo'ldi. Shunda u kishi aytdilarki, bu yerda ahli Madinadan birov bormi? Turinglar, birodarlaringga o'rgatinglar dedilar. Zakotni fitr nimaligini bilmay o'tirishibdi, qarang. Ular bilmayaptilar, o'rgatinglar dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bu sadaqatni 1 so xurma yoki arpa yoki yarim so bug'doydan farz qilganlar. Har bir qulga ham, xurga ham, qulga ham, erkakka ham yoki ayolga ham, kichkinaga ham yoki kattaga ham. Keyin Ali radhiyallohu anhu kelganlaridan keyin narxlar arzonlab ketganini ko'rdilarda, Alloh sizlarga kenglik qildi-ku deb hamma narsadan 1 so qilib qo'ysanglar bo'lardi dedilar. 21-bob. Babun fi ta'jili zakat. Zakotni tezlatish haqida. 1620-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilar, Nabiy sallallohu alayhi vasallam Umar ibn Xattobni sadaqaga jo'natdilar. Ibn Jamil va Xolid ibn Valid va Abboslar man qildi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, Ibn Jamil nimani norozi? Faqirligida Alloh uni boy qilganigami? Ammo Xolid ibn Valid bo'lsa, sizlar Xolidga zulm qilyapsizlar. Chunki u sovutlarini va qurollar aslahalarini Alloh yo'lida hibs qilib qo'ygan. Ammo Abbos Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning amakilari, u mening zimmamda va uning misli ham dedilar. So'ngra aytdilarki, axir bilmaysanmi? Kishining ammasi kishining amakisi otasining bo'lagi-ku. 1621-hadis. Ali radhiyallohu anhudan, Abbos Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan zakotni vaqti kelishidan oldin tezlatishlikni so'radi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga bunda ruxsat berdilar. 22-bob. Babun fi zakati hal tuhmalu min baladin ila balad. Zakot bir shahardan boshqa shaharga ko'tarilib boriladimi? 1622-hadis. Ibrohim ibn Ato aytadilar, otasidan rivoyat qilib, Ziyod yoki ba'zi amirlar, Ziyod ham amir ya'ni, Imron Husayn radhiyallohu anhu sadaqatga jo'natishgan. U kishi qaytib kelgach, haligi hokim Ziyodmi boshqami sahobiy Imronga aytgan, "Qani pullar?" Ammo Imron aytgan ekanlarki, "Siz nima meni pulga jo'natganmidingiz?" degan. Uni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zamonlarida olinadigan kayfiyatda oldikda, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zamonlarida qo'yiladigan kayfiyatda qo'ydik deganlar. Babu man yu'ta min as-sadaqati va haddul ghina. Sadaqat kimlarga berilishi va boylikning chegarasi haqida. 1623-hadis.
Abdurrahmon ibn Yazid otalaridan, u kishi Abdullohdan rivoyat qiladilar. U kishi aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: kimda kim o'zini behojat boy qiladigan narsa bo'la turib so'rasa, o'sha narsa qiyomat kunida unga yuzidagi tirnalish yoki yirtilish yoki chandiq bo'lib keladi yuzida, dedilar. Shunda u kishi aytdilarki, ya Rasululloh, bu boylik nima? Rasululloh aytdilarki, 50 dirham yoki uning qiymati tilladan. 1624-hadis. Ato ibn Yasar Banu Asaddan bir kishidan rivoyat qiladilar. U kishi aytadi: men va ahlim Baqiy qabristoniga tushdik. Shunda menga ahlim aytdiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bor, sen ham u kishidan bizga bir nima so'rab kel, yeylik dedi. Va hojatlarini zikr qila boshladi. Keyin men Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga bordim. Rasulullohning oldida bir kishini topdim, u odam Rasulullohdan narsa so'rayotgan ekan. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha odamga aytayapti ekanlar: men senga beradigan narsa topa olmayapman deganlar. Yo'q. Shunda haligi odam burilib ketgan ekan. G'azablangan holda ketyapti, qarangman. Qasamki siz xohlaganingizga berar ekansiz-da degan ekan. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: men unga beradigan narsa topmasam menga achchiq qilyaptimi deganlar. Sizlardan kim so'rasa, uning bir uqiyasi yoki shunga teng narsasi bo'lsa, u yopishqoqlik qilib so'rabdi deganlar. Bizni bu liqhamiz, ya'ni liqha tuya degani, bir uqiyadan yaxshi-ku degan. Keyin o'sha kishi aytadilar, men qaytib keldim, so'ramadim. Keyin sahobiy aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga shundan keyin arpa, mayizlar keldi. O'shandan bizga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam taqsimladilar, deyaptilar. Hatto Alloh azza va jalla bizni behojat qilib qo'ydi degan ekan. 1625-hadis. Abu Said al-Xudri radhiyallohu anhu aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: kimniki bir uqiya qiymatida narsasi bo'lib turib so'rasa, u odam yopishqoqlik qilibdi dedilar. 1626-hadis. Sahl ibn Hanzaliya aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga Uyaynat ibn Hisn, Aqro ibn Habis keldilarda narsa so'radilar. Ularga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'ragan narsalarini berdilar va Muaviyaga buyurdilar. U ikkalalariga so'ragan narsalarini kitobini yozib berdilar. Ana shunda Aqro maktubni oldida sallasiga o'rab ketdi. Ammo Uyayna maktubni oldida Nabiy sollallohu alayhi vasallam oldilariga joylariga keldi. Aytdiki, ya Muhammad, nima deb o'ylaysiz meni? Men endi qavmimga shu bitta maktubni ko'tarib ketamanmi? Uni ichida nima borligini ham bilmasam, Mutalammisning qog'oziga o'xshatib olib ketaymi dedi. Keyin Muaviya uning so'zlarini Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytdilar, xabar qildilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar, kimda kim o'zini behojat qiladigan narsasi bo'lib turib so'rasa, do'zaxdan ko'paytirayotgan bo'ladi dedilar. Roviy Nufayli aytadi boshqa o'rinda, do'zaxning cho'g'laridan ko'paytirgan bo'ladi degan ekanlar. Shunda odam aytganki, Rasululloh uni behojat qiladigan narsasi nima degani? Yana boshqa rivoyatda Nufayli aytadi, so'rash nojoiz bo'lgan boylik nima degani deb so'rashgan ekan. Shunda Rasululloh aytgan ekanlar, uni tongi va kechki ovqatiga yetadigan miqdor degan ekanlar. Yana Nufayli boshqa o'rinda aytadi, bir kun va kecha yoki bir kecha kunduz to'yadigan narsasi bo'lishi degan ekanlar. 1627-hadis. Ziyod ibn Nuaym al-Hadramiy aytadilar, Ziyod ibn Haris Sudoiydan eshitgan ekan. U kishi aytadilar, men Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga bordim, u kishiga bayat berdim deb uzun hadisni keltirganlar. O'shanda aytganlar, bir kishi kelgan, sadaqotlardan menga bering degan. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Alloh taolo sadaqotlarda payg'ambarni ham boshqani ham hukmiga rozi bo'lmagan. Unda o'zi hukm qilgan. Uni 8 juzga juzlagan. Agar sen o'sha juzlardan bo'lsang, senga ham beraman deganlar. Shundan 1628-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, miskin u bir dona, 2 dona xurmo uni qaytarib yuboradigan, bir luqma, 2 luqma uni qaytarib yuboradigan kishi emas. Va lekin miskin shunday kishiki, u odamlardan biror narsa so'ramaydi va uni sezilmaydi hamki unga berilsa. 1630-hadis. Ubaydulloh ibn Adi ibn al-Xiyar aytadilar, menga 2 kishi xabar berdi. Ular Nabiy sallallohu alayhi vasallam oldilariga Hajjatul Vadoda borishgan ekan. O'shanda Rasululloh sadaqa taqsimlayotgan bo'lganlar. U ikkisi borib Rasulullohdan shu sadaqalardan bering deb so'ragan. Shunda Rasululloh bizga ko'zlarini ko'tarib tushirib qaradilar. Keyin bizni baquvvatligimizni ko'rdilar. O'shanda Rasululloh aytganlar, istasanglar beraman. Lekin bu sadaqatda boyni ham,
kasb qila oladigan quvvatlikni ham ulushi yo'q deganlar. 1631-hadis. Abdulloh ibn Amr aytadilar, Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Sadaqat boyga halol emas va butun quvvatli kishiga ham halol emas." 24-bob. Babu man yajuzu lahu akhdhu sadaqa va huwa ghani. Boy holatida sadaqa olishi joiz bo'lgan kishilar. 1632-hadis. Ato ibn Yasir aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Sadaqat boyga halol emas, illo 5 kishiga halol. Alloh yo'lidagi g'oziga yoki o'sha sadaqatda ishlovchiga yoki qarzdorga yoki bir odam uni o'z moli bilan sotib olsa o'shanga yoki bir kishini uning miskin qo'shnisi bor edi, o'sha miskinga sadaqa qilingan, keyin u miskin uni boyga hadya qilgan, ana shunda halol" dedilar. 25-bob. Babun kam yu'tar rajulul wahidu min az-zakat. Bir kishiga zakotdan qancha beriladi? 1635-hadis. Bushayr ibn Yasor aytadilar, Ansorlardan bir kishi, uni Sahl ibn Abu Hasma deyilgan kishi ekan, shu kishi xabar qiladilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam u kishiga diyasini to'lagan ekanlar, sadaqat tuyalaridan 100 tasi bilan. 1636-hadis. Samura Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan aytadilar, masalalar chandiqdir. Kishi yuzini bilan chandiq qiladi. Kim xohlasa yuzida narsa qoldirsin, kim xohlasa tark qilsin. Illo kishi sultoni bor kishidan yoki chora qolmaydigan, biror chora topmagandan bir ishda so'rasa mayli, dedilar. 1637-hadis. Qobisa ibn Muxoriqul Hiloli aytadilar, men bir kishidan qarzini zimmasiga oldim. Keyin Nabiy sallallohu alayhi vasallam oldilariga keldim, ya'ni shunga yordam so'rab. U zot aytdilar, turib tur shu yerda, ey Qobisa, bizga sadaqat kelsin, o'shandan senga buyuramiz, dedilar. So'ngra aytdilar, ey Qobisa, masala halol emas. Illo 3 kishining biriga haloldir. Bir kishi bir kishining qarzini zimmasiga olgan, endi unga o'sha masala halol to hojatiga yetganiga qadar, so'ngra tiyilishi kerak u ham. Va bir kishiga ofat yetgan, moli ofatlangan, ana shu odamga ham masala halol so'raydi to hayotidan to'g'rilab oladigan holatga yetganiga qadar. Va bir kishiga kambag'allik yetgan, uning qavmidan 3 ta aqlli kishi turib guvohlik beradi, haqiqatdan palonchiga yo'qchilik yetdi, kambag'allik deydi, keyin unga halol bo'ladi. U ham so'raydi to hayotidan to'g'rilikni yetganiga qadar yoki hayotini to'g'rilab olgunga qadar, so'ngra tiyiladi u ham. Va bulardan boshqa so'ralangan narsalar ey Qobisa haromdir, sohibi harom yegan bo'ladi, dedilar. 1638-hadis. Anas ibn Malik aytadilar, Ansorlardan bir kishi Nabiy sallallohu alayhi vasallam oldilariga narsa so'rab kelgan. Uyingda hech narsa yo'qmi sen, dedilar Rasululloh. U ha, bor, dedi. Bir hils bor, hils ya'ni mato, yopinchiq. Uni ba'zisini kiyamiz, ba'zisini yoyib o'tiramiz. Va qobun bir qadah bor uyimizda degan. Unda suv ichamiz, debdi. O'sha ikkalasini olib kelmenga, dedilar. U ikkisini olib keldi Rasulullohga bu odam. Shu ikkisini Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan oldilar qo'llari bilan. Kim shu ikkisini sotib oladi deganlar. Bir odam men ikkisini 1 dirhamga sotib olaman dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kim 1 dirhamdan ziyoda qiladi dedi. 2 yoki 3 marta aytdilar, kim ziyoda qiladi deb. Bir odam aytgan, men 2 dirhamga olaman dedi. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni haligi odamga berdilar, 2 dirhamni oldilar-da, haligi ansoriga berdilar 2 dirhamni. Mana shuni biri bilan taom sotib oldi, uni ahlinga tashladi dedilar. Va boshqasiga bir qodum bolta sotib oldi, menga olib kel uni. U odam olib keldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boltaga qo'llari bilan chup bog'lab berdilar, mahkamlab berdilar. So'ngra haligi odamga aytdilar Rasululloh, bor o'tin terib sot deganlar. Haligi odam ketdi, borib o'tin sotdi, o'tin terdi, sotdi. 10 dirham topib keldi, mana qarang 15 kun ichida. Ba'zisiga kiyim olibdi, ba'zisiga ovqat olibdi, ana shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, mana shu yaxshi-ku. Qiyomat kunida bu tilamchilik yuzingda dog' bo'lib kelganidan, dedilar. Savol so'rash yaramaydi, faqat 3 kishiga yaraydi, dedilar. Birinchisi lizi faqrin mudqin, yanchuvchi faqirga. Ikkinchisi lizi g'urmin mufzi'in, dahshatlik qarzdorga. Uchinchisi lizi damin muji'in, og'rituvchi qon egasiga. Babu karohiyatil mas'ala. Tilamchilik makruh. 1639-hadis. Avf ibn Malik aytadilar, biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlarida 7 yoki 8 yoki 9 kishi o'tirgandik.
Shunda Rasululloh aytdilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bayat bermaysizlarmi? Shuncha aytdikki, ha sizga bayat berdik-ku. Rasululloh esa 3 marta shuni takrorladilar. Keyin qo'llarimiz yoydik, cho'zdik, ya'ni Rasulullohga bayat berdik. Shunda bir aytuvchi aytdiki, ya Rasululloh, biz sizga bayat bergandik-ku, endi nega bayat beramiz yana? Rasululloh aytdilar, Allohga ibodat qilish, unga hech bir narsani shirk qilmaslikka, 5 mahal namozni o'qishlikka, eshitish va itoat qilishga bayat berasizlar dedilar. Bu bir kalimani sir qilib aytdilar. Odamlardan hech bir narsa so'ramaslikka bayat berasizlar dedilar. Ana shundan keyin o'sha kishilar qamchisi tushib ketsa ham uni uzatib olishni birovdan so'ramas ekan. 1640-hadis Savbon aytadilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, kim menga odamlardan biror narsa so'ramaslikka kafolat beradi, men unga jannatni kafolat beraman dedilar. Shunda Savbon men deganlar. Shundan keyin u kishi birovdan biror narsa so'ramas ekan. 28-bob, babun fil istifaf, iffatni saqlash haqida. 1641-hadis Abu Said al-Khudri aytadilar, Ansorlardan bir kishilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan narsa so'rashdi, ularga berdilar. Yana so'rashdi so'ngra, yana berdilar. Hatto u zotdagi narsalar tugab qoldi. Keyin aytdilarki, menda nimaiki yaxshilik bo'ladigan bo'lsa, uni sizlardan asrab o'tirmayman. Kim iffatini saqlasa, Alloh uni iffatli qiladi. Kim boylik talab qilsa, Alloh uni boy qiladi. Va kim sabr talab qilsa, Alloh uni sabrli qiladi. Alloh biror kimsaga sabrdan-da keng narsa bermagan dedilar. 1642-hadis. Sayyor Abu Hamza tarixdan o'kish Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, kimgaki yo'qchilik yetsa, uni odamlarga tushirsa, yo'qchiligi to'lmay ketadi. Va kimiki uni Allohga tushirsa, Alloh yaqinda uni boy qiladi. Yo tezda o'lim bilan, yoki tezda boylik bilan dedilar. 1643-hadis Ibn Firosi aytadilar, otalari Firosiydan. Xullas shu kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytgan ekanlar, so'rasam maylimi ya Rasululloh? Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallam la yo'q deganlar. Agar lobut bo'lsa so'rashing, solihlardan so'ra deganlar. 1644-hadis Ibn Sa'di aytadilar, Umar radhiyallohu anhu meni sadoqatga ishga qo'ydilar. Keyin men o'shandan bo'shaganimdan keyin, u kishiga olib kelib berganimdan keyin menga umolani buyurdilar. Umola ish haqqi. Men aytdimki, men Alloh uchun qildim buni. Ajrim Allohning zimmasida dedim. U kishi aytganlar, men senga berganimni olaver. Men ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida ish qilganman. Menga ham ish haqqi berganlar. Men ham seni gapingga o'xshash gapni aytganman, ya'ni Alloh uchun qildim deganman. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam menga ham aytganlar, agar senga so'ramasingdan biror narsa berilgan bo'lsa, yeyver, sadaqa qil deganlar. 1645-hadis Abdulloh ibn Umar aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar minbarda, sadaqani zikr qildilar, undan iffatni saqlash, tilamchilikni zikr qildilarda, keyin aytganlarki, yuqori qo'l past qo'ldan yaxshidir. Yuqori qo'l u nafaqa qiluvchi, past esa u so'rovchi deganlar. 1646-hadis Malik ibn Nafla aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, qo'llar 3 tadir. Allohning qo'li oliy, beruvchining qo'li undan keyingisi, so'rovchining qo'li u past. Oshiqchasini ber, o'z nafsingdan ojizlik qilma. Babu sadaqati ala bani Hashim. Banu Hoshimga sadaqa. 1647-hadis. Abu Rafi aytadilar, Nabiy sollallohu alayhi vasallam bir kishini Banu Mahzumdan sadaqaga jo'natdilar. Rasululloh jo'natgan kishi Abu Rafiga aytgan, men bilan yuring, siz ham undan biror narsaga yetishasiz degan. Shunda u kishi aytganlarki, ya'ni Abu Rafi, to'xtang, men Nabiy sollallohu alayhi vasallam oldilariga borib kishidan buni so'raychi avval deganlar. Borib so'raganlar. Ana shunda Rasululloh aytganlar, qavmning mavlosi ham ularning o'zidandir va albatta bizga sadaqat halol emas deganlar. 1648-hadis. Nabiy sollallohu alayhi vasallam tushib qolgan bir xurmalarni oldidan o'tar ekanlarda, uni olishdan u zotni man qilgan narsa u sadaqa bo'lishligidan qo'rqqanlari bo'lar ekan. 1649-hadis. Anas radhiyallohu anhu aytadilar, Nabiy sollallohu alayhi vasallam bir xurma topib oldilar. Keyin aytgan ekanlar, men buni sadaqa bo'lishidan qo'rqmaganimda yegan bo'lardim degan ekanlar. 1650-hadis. Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilar, otam meni Nabiy sollallohu alayhi vasallamga jo'natdi. Bir tuyalar masalasida jo'natdi. Uni uzot sadaqadan u kishiga bergan ekanlar. 1651-hadis. Ibn Abbos aytadilar, ya'ni yuqoridagi ma'noda, faqat bu yerda qo'shimchasi kelgan ekan,
unga uni almashtirib berdilar degan. 30-bob. Babul faqiri yuhdi lil g'aniyyi min as-sadaqa. Faqir kishi boy kishiga sadaqatda hadya qilishi. 1652-hadis. Anas radhiyallohu anhu dan Nabiy sallallohu alayhi vasallamga bir go'sht keltirildi. Bu nima dedilar? Aytishdiki, ha buni bariraga sadaqa qilingan narsa. Rasululloh aytdilar, u unga sadaqa, bizga esa hadya dedilar. 31-bob. Babu man tasaddaqa bi sadaqatin thumma warithaha. Kishi bir sadaqani sadaqa qilsa-da, keyin o'zi uni meros qilib olsa. 1653-hadis. Burayda aytadilar, bir xotin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga kelib aytdi: "Men onamga bir valida sadaqa qilgan edim. U onam o'lib qoldi. O'sha validani qoldirib ketdi." Rasululloh aytganlarki, "Ajring vojib bo'libdi va senga u merosda qaytib ketdi" deganlar. 32-bob. Babun fi huquqil mal, molning haqlari haqida. 1654-hadis. Abdulloh aytadilar, biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonlarida ma'unni, paqirni, qozonni berib turish deb sanar edik. 1655-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, qaysiki xazina sohibi bo'lsa, haqqini ado qilmasa, albatta Alloh qiyomat kunida uni qizdiradi jahannam olovida. Keyin u bilan uning peshonalari, yonlari, orqalari bosilinadi. To Alloh bandalarining o'rtasida sizlar sanaydigan hisob bilan 50 ming yil bo'lgan miqdordagi kunda hukm qilgunga qadar. So'ngra u yo'lini ko'radi, jannatga yoki do'zaxga. Qaysiki qo'y sohibi uning haqqini ado qilmasa, qiyomat kunida u qo'ylar eng to'lishgan holda keladi. U odamni qo'ylariga yotqizilinadi, tip-tekis yerga. Keyin u qo'ylari shoxlaydi, uni shoxlari bilan, tuyoqlari bilan bosadi. U qo'ylar ichida shoxi qayrilgani ham, shoxsizi ham yo'q. Har qachon oxirgilari o'tib ketsa, avvalgilari yana unga qaytariladi. To uning miqdori sizlar sanaydigan hisob bilan 50 ming yil bo'lgan kunda Alloh bandalarining o'rtasida hukm qilib bo'lgunga qadar. So'ngra u yo'lini yo jannatga yoki do'zaxga ko'radi. Qaysiki tuya egasi uning haqqini ado qilmasa, albatta qiyomat kunida u ham eng to'lishgan holda keladi. Unga u tip-tekis yerda yotqizilinadi, tuyoqlari bilan bosadi. Har qachon oxiri o'tib ketsa, avvalgilari unga qaytariladi, toki Alloh bandalarining o'rtasida sizlar sanaydigan hisob bilan miqdori 50 ming yil bo'lgan kunda hukm qilguniga qadar. So'ngra u yo'lini yo jannatga yoki do'zaxga ko'radi. 1656-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan yuqoridagi qissa haqida yana deydilar. O'shanda faqat qo'shimcha joyi kelgan ekan bir rivoyatda. Yana tuyaning haqlaridan biri uni sug'oriladigan kunda sutini berish degan ekanlar. 1659-hadis. Jabir ibn Abdullah aytadilar, Nabiy sallallohu alayhi vasallam buyurdilar, har 10 vasaq terimdan xurmada bir shoha masjidga miskinlar uchun osib qo'yilishini. 1660-hadis. Abu Said al-Xudri aytadilar, biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan safarda edik. Bir kishi tuyasida keldi. Uni o'ngga chapga bura boshladi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, kimdaki oshiqcha minadigan ulov bo'lsa, ulovi yo'qqa uni bersin. Kimdaki oshiqcha ozuqa bo'lsa, ozuqasi yo'qqa uni bersin dedilar. Sahobalar aytishadi, hatto biz o'ylab qoldikki, bizdan birortamizni oshiqcha narsaga haqqi yo'q ekan shekilli. 1661-hadis. Ibn Abbos radhiyallohu anhu. Mana bu oyat tushdi. Vallazina yaknizuna az-zahaba wal-fidda. Tilla, kumushni xazina qilib o'tiradiganlar deb degan oyat tushganda, musulmonlarga juda og'ir botdi bu. Keyin Umar radhiyallohu anhu aytganlar, men sizlarga bu muammoni ochib beraman deganlar. Ketdilar Umar. Borib so'radilar Rasulullohdan, ya Nabiyalloh, ashoblaringizga mana shu oyat og'irlik qildi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar, Alloh zakotni farz qilganining sababi sizlarda qolgan moliylarni poklash uchun xolos. Alloh merosni farz qilgani sizlardan keyingilarga bo'lish uchun xolos dedilar. Ana shunda Umar takbir aytib yordilar. So'ngra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kishiga aytgan ekanlar, kishi eng yaxshi xazina qiladigan narsasi nimaligini senga xabar qilmaymi deganlar. Solih ayol dedilar. Agar kishi unga qarasa, u uni quvontirsa,
Agar erkak unga buyruq qilsa, u xotin unga itoat qilsa, agar erkak undan g'oyib bo'lsa, u erkakni hifz qilsa, ana shuni ko'paytir deganlar. Babu haqqis sail. So'rovchining haqqi. 1662-hadis. Husayn ibn Ali aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar. So'rovchining haqqi bordir, garchi ot ustida kelsa ham. 1664-hadis. Abdurrahmon ibn Bujayd momosi Ummu Bujayddan rivoyat qiladi. U ayol Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bayat bergan ayollardan ekan. Shu xotin aytgan: "Mening eshigimda miskinlar turadi, miskin. Men unga beradigan biror narsa topolmayman, nima qilay?" Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayolga aytgan ekanlar: "Agar unga beradigan biror narsa topolmasang, magar kuyib ketgan tuyoq bo'lsa ham, uni qo'liga uni ber" deganlar. 34-bob babu sadaqati ala ahli zimma. Ahli zimmaga sadaqat. 1665-hadis. Asmo aytadilar: "Onam Qurayshning ahd davrida rag'bat qilib keldi. Majburlikdan keldi mushrika holda. Shunda men aytdimki, ya Rasululloh, onam keldi men oldimga. Mushrika unamagan holda keldi. Unga sila rahim qilaymi deganda, Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar: "Na'am, fasili ummaki." Ha, onangga sila rahim qil deganlar. 35-bob babu ma la yajuzu man'uhu. Man qilinish joiz bo'lmagan narsalar. Ya'ni bir narsalar borki, uni qizg'anmaslik kerak, berish kerak. 1666-hadis. Buhaysa degan ayol otasidan rivoyat qiladilar. Otam Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan izn so'radi. Rasululloh bilan ko'ylaklarining orasiga kirdi. Ya'ni Rasulullohdan izn so'rab, Rasulullohni quchoqlab, o'pib quchoqlay boshladi, deyapti. Faja'ala yuqabbilu va yaltazim. So'ngra aytgan ekanki, ya Rasululloh, man qilinish halol bo'lmagan narsa nima? Rasululloh aytgan ekanlar, suv. Keyin hali kishi aytdi, ya Nabiyulloh, man qilinish halol bo'lmagan narsa nima dedi? Ya'ni undan boshqa ham demoqchi-da. Rasululloh aytdilar, tuz. Keyin hali odam yana aytgan ekan, ya Rasululloh, man qilinish halol bo'lmagan narsa nima? Rasululloh aytgan ekanlar, yaxshilikni qilsang o'zingga yaxshi deganlar. 36-bob babul mas'ala fil masjid. Masjidda narsa so'rash. 1667-hadis. Abdurrahmon ibn Abu Bakr aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Sizlardan biror kishi bugun miskinga taom berdimi?" dedilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu aytdilar: "Men masjidga kirdim, qarasam bir tilamchi so'rayotgan ekan. Shunda Abdurrahmonning qo'lida bir parcha nonni topdim-da, undan uni olib unga berdim" dedilar. 38-bob babu atiyati man sa'ala billah. Alloh bilan so'raganga berish. 1669-hadis. Abdulloh ibn Umar aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Kim Alloh bilan panoh tilasa, panoh beringlar. Kim Alloh bilan so'rasa, unga beringlar. Va kim sizlarni chaqirsa, unga javob qilinglar. Va kim sizlarga yaxshilik qilsa, unga mukofot beringlar. Agar mukofot beradigan narsa topmasanglar, unga duo qilinglar, hatto mukofot berganliklarini o'ylaguninglarga qadar." Babur rajul yukhriju min malihi. Kishi molidan chiqarishligi. 1670-hadis. Jabir ibn Abdullah al-Ansori aytadilar: "Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlarida edik. Shunda bir kishi keldi, u tuxumdek tillani olib keldi. Aytdiki, ya Rasululloh, mana shuni bir ma'dandan topdim. Oling shuni, u sadaqa dedi. Men undan boshqa biror narsaga molik emasman" dedi. Yuz o'girdilar. Keyin Rasululloh yana yugurdilar, qarang, ikkinchi marta. Keyin chap yon boshlaridan keldi u odam. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuz o'girdilar, uchinchi marta qarang mana. Orqalaridan keldi keyin. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haligini oldilarida shunday unga qaratib otdilar. Agar tegsa unga og'irtardi yo bir joyini yorardi, deyapti, qarang mana. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar, qarang. Birlaring molik bo'lgan hamma narsasini olib keladi-da, bu sadaqa deydi. So'ngra o'tirib odamlarga kaftini ochadi. Sadaqaning yaxshisi behojatlikdan oshganidir dedilar. 1672-hadis. Abu Said al-Xudri aytadilar, bir kishi masjidga kirdi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam odamlarga buyurdilar, bir kiyim tashashni. Tashashdi.
Keyin unga Rasululloh ikkita kiyimni buyurdilar. So'ngra sadaqaga undadilar. Kelib haligi odam o'sha ikkita kiyimini bittasini tashadi. Unga qarab qichqirdilar Rasululloh. "Xud savbak, ol kiyimingni" dedilar. 1673-hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhudan. Abu Hurayra aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, sadaqaning yaxshisi boylik qoldirganidir yoki boylikdan oshganidan sadaqa qilinganidir. O'zingni oilangdagi kishilardan boshla deganlar. 40-bob babun fi ruxsati fi zalik. Mana shunga ruxsat berilgan, ya'ni jamiki molni sadaqa qilib olishga. 1674-hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhudan aytdilar, ya Rasululloh, sadaqaning afzali qaysi? Rasululloh aytdilar, moli kamning qiynalib berganidir. Va oilangdagi kishilardan boshla dedilar. 1675-hadis Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kun bizga sadaqa qilishimizni buyurdilar. Umar aytadilar, mana shu narsa menda mol bor vaqtiga muvofiq kelib qoldi. Men aytdimki, bugun Abu Bakrdan o'zib ketaman, agar biror kun o'zib keta olsam, dedim. Keyin yarim molini olib keldim. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, ahlingga nima qoldirding? Shuni mislini dedim. Keyin Abu Bakr ham radhiyallohu anhu barcha narsasini olib keldi, o'zida bor narsalar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga aytdilar, sen ahlingga nima qoldirding? Abu Bakr aytdilarki, ularga Alloh va Rasulini qoldirdim. Men aytdimki, endi hech narsada siz bilan men musobaqalashmayman dedim. 41-bob babun fi fadli saqil ma, suv sug'orish fazli haqida. 1676-hadis Sa'd Nabiy sallallohu alayhi vasallam oldilariga keldi. Sadaqaning sizga eng ajablanarlisi qaysi dedilar. Rasululloh aytdilarki, al-ma'su dedilar. 1678-hadis Sa'd ibn Uboda aytadilar, ya Rasululloh, Ummu Sa'd vafot etdi. Ya'ni onalari. Sadaqaning afzali qaysi endi? Ya'ni onasiga nima ish qilsam sadaqa bo'ladi, onamga yordam bo'ladi debdi. Rasululloh aytdilarki, suv dedilar. U kishi keyin quduq qazib bergan ekan mana va bu Ummu Sa'dga degan, ya'ni o'sha nomiga vaqf qilganda. 1679-hadis Abu Sa'id al-Xudriy aytadilar, Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar, qaysiki musulmon bir musulmonga yalang'ochligida kiyim kiygizsa, Alloh jannatning yashillaridan unga kiygizadi. Qaysiki musulmon ochlikda bir musulmonni taomlantirsa, Alloh jannat mevalaridan uni taomlantiradi. Qaysiki musulmon chanqaganda bir musulmonni sug'orsa, Alloh Rahiqul Maxtumdan uni sug'oradi. Babun fil maniha, maniha haqidagi bob. 1680-hadis Abdulloh ibn Amr aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, 40 xislat borki, ularning eng yuqorisi echkini sutini berish. Qaysiki kishi agar o'sha xislatlardan birini qilsa, savobini istab va uning va'dasini tasdiqlab, albatta Alloh uni o'sha sababidan jannatga kiritadi dedilar. 43-bob Babu ajril xozin, xozinning ajri. 1681-hadis Abu Musa aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, ishonchlik xozin kishi, u o'ziga buyurilgan narsani beradigan kishi, komil qilib, to'liq qilib, uni ko'nglidan chiqarib bersa, hatto uni o'sha o'zi buyurilgan shaxsiga yetkazib bersa, u ham sadaqa qiluvchilarning biridir dedilar. 44-bob Babul mar'ati tatasaddaqu min bayti zawjiha. Ayol kishi erining uyidan sadaqa qilsa. 1682-hadis Oysha radhiyallohu anha aytadilar, Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar, agar ayol erining uyidan buzg'unchilik qilmasdan nafaqa qilsa, u ayolga nafaqa qilgani ajri bor, eriga kasb qilgani ajri bor. Xozinga ham shuni mislidir. Ba'zilari ba'zilarining ajridan kamaytirmagan holda. 1683-hadis Sa'd aytadilar, ayollar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bayat bergach, bir jalila xotin turdi. Muzor ayollarga o'xshadi. O'sha xotin aytdi, ya Nabiyalloh, biz ota-onalarimiz va bolalarimizga qarammiz. Bizga endi ularning mollaridan nima halol dedi o'sha ayol. Shunda Rasululloh aytdilarki, xul narsalar, uni yeyishinglar va hadya qilishliginglar dedilar. 1684-hadis Abu Hurayra aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, agar ayol kishi erining kasbidan uning buyrug'isiz infoq qilsa, u ayolga ham u ajrining yarmi bo'ladi.
Babun fi silatir rahim. Sila rahim haqidagi bob. 1686-hadis. Anas aytadilar, Allohning mana bu so'zi tushganda, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Al-Imron surasining 92-oyati. Sizlar o'zingizlar yaxshi ko'rgan narsalardan infoq qilmaguningizga qadar al-bir, ya'ni iymon, yaxshilik darajasiga erisha olmaysizlar degan oyat. Ana shunda Abu Talha aytganlar: "Ya Rasululloh, men ko'ryapmanki, Robbimiz bizdan mollarimizni so'rayapti. Men sizni guvohlik qilaman, men Ariho degan joydagi yerimni Alloh uchun berdim" dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kishiga aytdilar: "Qarindoshlaringga qil uni" dedilar. Keyin shunda u kishi Hasan ibn Sobit va Ubay ibn Ka'blar o'rtasida uni taqsimlab berdi. 1687-hadis. Maymuna zavjin Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Meni bir joriyam bor edi, uni ozod qildim. Nabiy sallallohu alayhi vasallam meni oldimga kirganlarida u zotga buni xabar qildim. Shunda aytdilarki, Alloh ajringni bersin. Ammo agar sen uni tog'alaringga berganingda edi, ajringga buyuk bo'lardi" dedilar. 1688-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilar: Nabiy sallallohu alayhi vasallam sadaqaga buyurdilar. Bir kishi aytdiki: "Ya Rasululloh, menda 1 dinor bor" dedi. Rasululloh aytdilar: "O'z nafsingga uni sadaqa qil" dedilar. "Ha, menda boshqasi bor yana" dedi. Rasululloh aytdilarki: "Bolangga qil uni sadaqa" dedilar. "Ha, endi boshqasi bor menda" dedi. Rasululloh aytdilarki: "Xotiningga uni sadaqa qil" dedilar. "Yana boshqasi bor menda" dedi. Rasululloh aytdilar: "Xodimingga uni sadaqa qil." "Ha, menda yana boshqasi bor" desa, "Antabsor, o'zing yaxshi bilasan" dedilar. 1689-hadis. Abdulloh ibn Amr aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Kishiga gunohkorligida kifoyadir, ozuqa beradigan kishilarini zoyi qilishligi" dedilar. 1690-hadis. Anas radhiyallohu anhu aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Kimniki rizqi uni yoyilishi unga va izidan uni kechiktirilishi quvontirsa, siyri rahim qilsin" dedilar. 1691-hadis. Abdurrahmon ibn Avf aytadilar, men Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarini eshitdim. Alloh azza va jalla aytgan ekan, men Ar-Rahmanman, u esa Rahimdir. Men unga ismimdan ism berdim. Kim uni boylasa, men uni boylayman, kim uni uzsa, men uni uzaman. 1693-hadis. Muhammad ibn Jubayr Mut'im otalari Jubayr Mut'imdan keltiradilar. U kishi Nabiy sollallohu alayhi vasallamga deb nisbat berib aytadilar: "Siyla rahmni uzuvchi jannatga kirmaydi" deganlar. 1694-hadis. Abdulloh ibn Amr aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Siyla rahmni boylovchi, mukofotlovchi emasdir, lekin bu boylovchi uzilganda boylovchidir." 16-bob. Babun fi shuh, qizg'anchiqlik haqida. 1695-hadis. Abdulloh ibn Amr aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xutba qilib aytdilar: "Qizg'anchiqlikdan saqlaninglar, chunki sizlardan oldingi kishilar qizg'anchiqlik bilan halok bo'lgan. Ularni baxilligiga buyurgan baxillik qilishgan, siyla rahimlar uzishga buyurgan uzishgan, fujurga buyurgan fujur qilishgan." 1696-hadis. Asmo bint Abu Bakr aytadilar, men aytdim: "Ya Rasululloh, meni hech narsam yo'q, magarki shu Zubayr uyga kirgizgan narsasi bor. Men o'shandan bersam bo'ladimi?" dedim. Rasululloh aytdilarki: "Beraver. Og'zini boylama, senga ham boylanadi" dedilar. 1697-hadis. Oysha radhiyallohu anha aytadilar, shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kishiga aytgan ekanlar: "Ber, hisob kitob qilaverma, senga ham hisoblab qo'yiladi" deganlar.